Ko'pchilikda eng katta savol shu bo'ladi. Belim ham og'riydi, tizzam ham og'riydi. Bu ikki muammo bir-biriga aloqasi bormi? Haqiqat shuki, bu ikki og'riq birgalikda kelishi tasodif emas. Ko'p hollarda tizza og'rig'i fizioterapiya natijasida davolanadi, lekin bel og'rig'iga e'tibor berilmaydi. Keling, hozir bu ikki og'riq qanday bir-birini bog'liqligini tushuntirib beraman. Umurtqa pog'onasidagi L3, L4 va L4, L5 umurtqa disklari orasida grija chiqishi va bu grija uning atrofidagi nervlarni siqishi natijasida son va boldir muskullariga boradigan nervlar ma'lum bir darajada zararlanadi va shuni hisobiga bu muskullarda zaiflik bo'ladi. Endi zaiflik bo'lgani hisobiga bo'g'imga ortiqcha yuklama tushadi. Chunki muskullar o'z vazifasini yetarlicha bajara olmayapti. Shuni hisobidan bo'g'im ortiqcha nagruzka oladi va bu holatda tizza bo'g'imida artroz rivojlanadi. Endi ikkinchi muhim jihat, agar belda grija bo'ladigan bo'lsa, bemor yurish tarzini o'zgartiradi. Ya'ni bemor bitta oyog'ini kamroq bosadi yoki oqsoqlanib yuradi. Shuni hisobiga bir oyoqqa nagruzka, ya'ni bosim, og'irlik ko'proq tushadi. Shuni hisobidan vaqt o'tishi hisobiga bitta oyoqda tizza artrozi rivojlanadi. Endi eng muhim qism, tizzadagi og'riq umuman tizza muammosi emas, balki bel umurtqalar atrofidan chiqadigan nervlarning zararlanishi hisobiga tizzaga og'riq berishi ham mumkin. Bunday holatlarda bemorlar tizzam og'riydi deb shifokorga murojaat qiladi va tizza og'rig'iga muolajalar olishadi. Bu faqatgina vaqt va pulning havoga sovrilishi xolos. Asosiy sabab umurtqada. Bunday holatlarda qanday xatoliklar qilinadi? Ko'pchilik tizza og'rig'i bilan shifokorga murojaat qilgandan keyin tizzaga har xil ukollar oladi yoki og'riq qoldiruvchi preparatlar, fizioterapiyalar olinadi. Lekin samara bermaydi. Chunki muammo tizzada emas, umurtqa pog'onasida. Yillar o'tib, bel umurtqasi MRT qilinadi va asosiy sabab kelib chiqadi. Lekin bu vaqtda yuqorida ta'kidlaganimdek, vaqtingiz ham, pulingiz ham yo'qolgan bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l ikkisini ham birgalikda tekshirish. Ya'ni bel MRTsi va tizzani baravariga tekshirish. Ikkisi ham birgalikda tekshirilsa, qaysi muammo asosiy, qaysi bir oqibat ekanligini bilib olishimiz mumkin. Shundagina davolash to'g'ri yo'nalishda olib borilayotgan bo'ladi. Agar sizda bel og'rig'i va tizza og'rig'i birgalikda kelsa, aslo bu holatni e'tiborsiz qoldirmang. Men Bahodir Ilhomovich ko'p yillardan beri umurtqa grijalari va bel muammolari bilan aziyat chekayotgan bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Quyidagi raqamlar orqali bog'lanib, konsultatsiya olishingiz mumkin. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.